Meloni Trampdan uzoq turishni so'radi. NATOda shov-shuv. Tramp Netanyahuga qarshi chiqdi. Turkiya haqida keskin gapirdi. Zelenskiy ajrashyaptimi? Haqiqat NATO sammitida ayon bo'ldi. Meloni Trampdan uzoq turishini so'radi. NATOda shov-shuv. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'andan NATO sammitida uni AQSh prezidenti Donald Tramp bilan yonma-yon qo'ymaslikni so'radi. Bu haqda Haberler xabar berdi. Anqarada o'tayotgan NATO yetakchilarining 36-sammiti nafaqat xavfsizlik masalalari muhokamasi, balki AQSh prezidenti Donald Tramp va Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni o'rtasidagi tarang munosabatlar haqidagi xabarlar bilan diqqat markazida bo'lib turibdi. Haberlerning yozishicha, Italiya hukumati rahbari sammit mezboni Rajab Toyyib Erdo'g'anga murojaat qilib, rasmiy tadbirlar davomida uni Trampning yoniga qo'ymaslikni iltimos qilgan. Nashrga ko'ra, bunga ikki siyosatchi o'rtasida davom etayotgan ommaviy taxanangi jang sabab bo'lgan. Turkiyaga safardan biroz oldin Tramp ijtimoiy tarmoqlarda Meloniga qaratilgan post qoldirib, unda uni chetlatish uchun order kerak degan iborani ishlatgan. Nashr talqiniga ko'ra, Melonining iltimosi yangi nizoli vaziyatdan qochish maqsadida rasmiy suratga tushish marosimi paytidagi protokol bo'yicha joylashish va saf tortishga tegishli bo'lgan. Yetakchilarning birgalikdagi umumiy surati tushilayotgan vaqtda jurnalistlar e'tiborini ishtirokchilarning joylashuvi o'ziga tortgan. Meloni Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchesning yonidan joy olgan va Trampdan sezilarli darajada uzoq masofada turgan. Tramp Netanyahuga qarshi chiqdi. Turkiya haqida keskin gapirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning Turkiyani qoralashga urinishlariga va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'anga qaratilgan bayonotlariga qarshi ekanligini aytdi. Bu haqda u bugun 8-iyul kuni Anqarada bo'lib o'tayotgan NATO davlat va hukumat rahbarlarining 36-sammiti doirasidagi nutqida so'z ochdi. Prezident Erdo'g'an bilan o'tkazgan uchrashuvga ham to'xtalib o'tgan Tramp ikki yetakchi o'rtasidagi muloqot kanallari ochiq ekanligini bildirgan. Isroil va Turkiya o'rtasidagi taranglikka ham ishora qilgan AQSh prezidenti Anqaraning mudofaa sanoatidagi yuksalishi va harbiy salohiyatiga diqqat qaratib, quyidagi fikrlarni bildirgan. Kecha u Netanyahu Turkiya haqida yomon gaplar aytdi. Erdo'g'an bilan gaplashdim. U Isroilni bebeni unchalik xushlamaydi. Men ham Netanyahuning Turkiya va prezident Erdo'g'an haqida aytgan so'zlarini yoqtirmayman. Ularning Turkiyani yoqtirmasligi tabiiy, chunki Turkiya juda katta harbiy kuch. Endi ular F-35 qiruvchi samolyotlarini ham olishadi, deya ta'kidladi Tramp. Zelenskiy ajrashyaptimi? Haqiqat NATO sammitida ayon bo'ldi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rafiqasi Yelena Zelenskaya bilan ajrashayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Biroq kecha 7-iyul kuni Anqarada bo'lib o'tgan NATO sammiti doirasidagi rasmiy kechki ovqat marosimida Zelenskiy rafiqasi bilan birga ko'rinish berdi. Er-xotin Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an mezbonlik qilgan marosimda boshqa davlat va hukumat rahbarlari hamda ularning turmush o'rtoqlari bilan birgalikda kameralar qarshisida suratga tushgan. Yelena Zelenskaya ushbu tadbirda qora rangdagi klassik kostyum shim kiygan. Xalqaro nashrlar uning obrazini sodda, zamonaviy va minimalistik uslub namunasi sifatida baholagan.